Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli dasturchi brat kanali kuzatuvchilari, yangi kuzatuvchilarimizga salom deymiz. Xo'sh, sizlar bilan bugun biz Uzunbankda karta rasmiylashtirishni o'rganamiz. Nimaga Uzunbankdan deyotgan bo'lsangiz, Uzunbankda hozirda juda katta aksiyalar ketmoqda. Avtobuslarga bir oyga bitta kartaga 50 tagacha limit, ya'ni 100 ming so'm. 50 marta avtobusga safarlaringiz 100% to'lab beriladi. Siz kartangizni to'ldirasiz va avtobusda pul yechadi va yana qaytarib beradi. Xo'sh, videodagidek qiling, qani bo'lmasa videoni boshladik. Videodagidek qilib ochsangiz uzum kartani hamma narsa to'g'ri bo'ladi va siz ancha daromadga kirasiz. Keyingi videolarda pul ishlashni ham o'rgatib o'taman. O'ylanib o'tirishga hojat yo'q, shunchaki Uzunbank ilovasini ochib, Uzum karta rasmiylashtiring. Hammasi o'rgatilgan. Videoni oxirigacha ko'ring. Shuncha mehnatimizga yarasha like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xo'sh, videoda aytilganidek qilsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Siz bepul avtobusga chiqishingiz Uzunbank alamatlarida foizsiz pul yechishlaringiz mumkin. 10 million so'mgacha foizsiz. Juda ko'p qulayliklari bor Uzunbankning kartasida. Xo'sh, bu karta zo'r karta azizlar, juda tavsiya qilaman, o'zim ham ishlatib kelaman. Videoni qo'ldan kelgancha sizlar uchun qisqa qildik. Oxirigacha ko'ring. Xo'sh, mana boshlab ham oldik. Ko'rganingizdek Uzunmarketning, ya'ni Uzunbankning ko'k selkasi turibdi mana pastda. Mana shu selkani kommentariyada qoldirib o'taman. Kommentariy qismiga kirsangiz shu selka bor. Shu ko'k selkani ustiga bosib, shu ko'k selkani ustiga bosganingizdan so'ng sizni mana shunday tarzda brauzer orqali Uzunbank ilovasiga olib o'tadi. Azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, videoni yozishga ruxsat bermadi. Biz boshqa telefondan yozib ko'rishlaringiz mumkin. Qanday ochishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bara ko'rishlaringiz mumkin. Telefon raqamingizni kiritib, SMS keladi. SMS xabarni yozib tasdiqlab olamiz. Boydagi selka orqali kiramiz. Faqat selka orqali kirsak bo'ladi. Kirsak bizga limit beradi. Xo'sh, avtobusda bepul harakatlanishimiz mumkin va zo'r qulayliklari bor. Selkamni bosib kirishingizni so'rab qolaman. Bu yerda kod qo'yib olamiz azizlar. Bu yerda men ko'rsatmayman. O'zimning shaxsiy kodlarimni, bu qonun qoidaga xilof bo'ladi. Shaxsiy kod o'rnatib olamiz. Telefon raqamini tasdiqlab shaxsiy kod o'rnatamiz va bu yerda ilovaga kirish uchun kod va ilovaga kirish uchun kod 2 marta takrorlaymiz va yashil tugma yonadi bu yerda bizga. Va mana ko'rishlaringiz mumkin, Uzum karta bo'yicha bizni tanishtirib o'tyapti Uzunbank ilovasi. Xo'sh, tanishtirib bo'lganidan so'ng mana shu tugmalarni bosib rozimanni bosib qabul qilamiz va men O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekiston fuqarosiman. Ya'ni ko'k tugmani bosamiz ustiga va yana o'sha telefon raqamiga kod keladi. O'sha avval kiritgan telefon raqamingizga kod keladi. O'sha kodni yana keladi, yangi kod, o'shani kiritasiz. Kiritib olasizlar. Kiritib olganimizdan so'ng o'sha kod tasdiqlanadi va pasport she'r yo bo'lmasa pasport seriya raqami va ko'rishlaringiz mumkin, mana shu yerda karta chiqarilyapti deydi. Shu yerda karta chiqarilmay har xil muammo bo'layapti va biz shu yerda azizlar ko'rishlaringiz mumkin. Uzunbankning yerida biror funksiyalar bilan tanishtiryapti. Biroz kutamiz. 1-2 daqiqa shunchaki telefonni shunday qo'yib qo'yamiz. Telefonni qo'yib keyin esa Uzunbankdan chiqib ketib, Uzunbankdan bemalol chiqib ketishlaringiz mumkin. Chiqib ketib, xo'sh, Uzunbankda boshqa ilovalarga kirgandan so'ng yana bir marta boshqatdan kiramiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Xo'sh, ko'rishlaringiz mumkin, qaytadan kiramiz, kodni teramiz, ilovaga o'rnatgan kodimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, karta ochilmabdi. Ko'p muammo bo'lyapti va shu yerda boshqatdan kiramiz. Karta rasmiylashtirish bor. Plastik kartani ustiga bosib, keyingisi tugmachasini yana bir bor bosamiz va tepadan bir narsa esdan chiqarmanglar, joylashuv yoniq bo'lishi kerak. Qorong'iroq bo'lgani uchun video sal yomon chiqqan, uzr so'rayman. Joylashuv, ya'ni geolokatsiya degan narsa yoniq turishi kerak va o'zimizga eng yaqin bo'lgan uzun punktlari bor. O'sha xaritada bor, mana o'zimiz shu yerda turibmiz. Punktlardan birini tanlab olamiz. Punktlarni ko'rishingiz mumkin, hamma joyda har xil punkt bor. Sizga qaysi qulay yoki yaqin bo'lsa, o'shani tanlab kartani shu yerga bemalol rasmiylashtirishimiz mumkin bo'ladi.
Va shuni unutmang, yuzingizni identifikatsiya ham qiladi, ilovani registratsiya qilayotgan paytingiz, ya'ni ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda shuni unutmang. Yuzingizni tasdiqlaganingizdan so'ng ochiladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, karta chiqarilmoqda deyapti. Karta chiqarilmoqda deganidan so'ng bu yerda chiqib ketmasdan biroz kutib turamiz. Mana kartangiz tayyor deb yozuv kelyapti o'zi. Karta chiqarilyapti, karta tayyor bo'lib qoldi degandan ma'no bu. Mana ko'rishlaringiz mumkin, karta o'zi tayyor bo'ldi. Xo'sh, karta tayyor bo'lganidan so'ng xohlasangiz o'sha mana bularni bor. Mana tepada yangilab olamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana kartamiz paydo bo'ldi. Bu kartani 20-yanvargacha bizniki kelar ekan, punktda bo'ladi. Telefonimizga SMS yo bo'lmasa ilovadan xabar keladi va qayerdagi lokatsiyasini olmoqchi bo'lsak, mana joylashuv lokatsiya turibdi. O'shani ustiga bossak, navigator bizni o'sha bankning punktiga olib boradi. Xo'sh, pasport yo bo'lmasa haydovchilik guvohnomamizni olib, o'zimiz pasportning egasi borishi kerak bo'ladi. Borib o'sha yerdan bemalol kartangizni bepul olishingiz mumkin. Hech qanday to'lov yoki boshqa narsalar yo'q. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz.